Hop. Necha kunlik bo'ldi bular? Oyda 20sida 60 kunlik bo'ladimi? Shunaqa bo'ladi-da. Hop. Hozir o'rtacha 55 kunlik ekan-da. 600 10 gram, 615 gram. 55 kunlik. Hali katta bo'pti. Hop. Mana jo'jalarimiz. Ha? Kakillayapti. Ha, kakillayapti. Ha, kakillayapti. Kakillayapti. Pasti mana ha? Ha. Xo'sh, havo zo'r. Hamma yoq joyida. Assalomu alaykum hammaga. Tinchmisizlar? Tomoshabinlar, ishqibozlar, parandachilar. Hamma tinchmi? Sog'monmi? Issiqlarda qiynalmayapsizlarmi? Hop, dominant jo'jalarimizni 15 kun, 20 kun ichida olib kelamiz. Bu yangiligimiz. O'zimizning guruhga, podpischilarga olib kelib nima qilamiz? Video qilamiz. Sotuvga chiqaramiz, xudo xolasa. Kamroq olib kelamiz. O'zim borib, o'zim mashinamda olib kelaman, spes mashinada emas. Kamroqligi uchun qimmatga tushib ketadi bo'lmasa. Assalomu alaykum qadrdonlar. Parandachilarimiz qo'rmanglar. Issiqda qiynalmayapsizlarmi? Yomon issiq bo'lyapti-yu. Tinchmisizlar? Hop, egasiga topshirishga ham oz qolyapti. Mana xo'rozchalari qichqirishga kelib qoldi mana shu. Birinchi kunlikdan va'z ko'rsatib kelyapman sizlarga. Sendilar. Mana xo'rozchalar. Havo issiq. Ventilatorlar hamma yoq ishlab turibdi. Hamma yoq ochiq. Muzdek suvlarimiz mana sharillab turibdi. Toza muzdek suv berib turibdi. Mazza qilib ishyapti. Bularga endi ilota vaksinatsiyasi qilib olganmiz. Ko'ziga bir tomchilik. Ana endi lasotda brahit qo'ramiz. Ertandan qilib olmasak bo'lmaydi. Vaqti kelib qoldi. O'sha qarang, xo'rozni ham tojisi tikkaligidan, o'sha boqov zo'r bo'lsa, tojlari kuch, quvvat zo'rligidan tikka turadi. Masalan, yotib qoladi mana tojlar. Mana xo'rozchalar. Ana u ham xo'roz ekan. Qolgan makiyonchilar ichidan chiqadi endi. 5-10 ta chiqadi xo'rozcha. Mana işte 5-6 yurt ko'zim oldida. Bular makiyonchilar. Muzdek suv ichishyapti. Suvni yozgi kunida yangilab turaverasizlar, tezda muzdek suv berib turaverasizlar tovuqxonaga. Tayinni tez tozalaysizlar. Biz tozalatdik, 10 kun, 15 kun bo'lgan, 10 kun bo'ldi. Yana tozalatamiz, iloji yo'q. Tezda. Hamma yoq tezda bo'ladi yozda. Iloji yo'q. Bug'doyni ham urib olishdi. Rosa shoboda kiryapti aytan, dalani shobodasi. Gap yo'q. İşte o'zi turib salqinlab oladigan ekan. Rosa issiq. Gap yo'q muzdaligiga. Mazza. Daladan keyin sirazi tovuqxona. Zo'r havosi. Chang yo'q. Toza havo. Like'larni bosib, Telegramga, YouTube kanallarimizga podpiskalar esdan chiqmasin. Podpiska bo'lib qo'yinglar. Juda sekin ketishimiz. Qancha ma'lumot berib yubordim. Ko'payib ham qolar. Xolasa. Yigirma kunlik kichkinasi. Sendilarimiz. Mana shu xo'roz ekan.
Dominantlarimiz ertaga olib ketishadi. Mana qizillari ham tugadi. Oqlarini o'zi qolgan. Dominant sol 8 ta. Keyin uborka qilib, lattalarni olib tashlaymiz, opshi qo'yib yuboramiz. Shetlarga ham qo'yib yuboramiz. U arig'idan suv ichishadi keyin. Bu bochkadan suv tushadi. Arig'idan keyin suv ichishadi. Mana Akromdan olgan jo'jalarim nasib bo'lsa bugungi yangilik. Don beraman deb kelib qarasam, jo'jalarim tuxum qildi. Mana Akromdan olgan jo'jalarim bugun tuxum qildi. Birinchi marta eshitishim 4 oylik jo'ja tuxumga kirishini. Bu Andijon qora tovuq xo'rozlari.